Tojikistondan yangi donator chiqibdi, Chinor degan. Sizlar ham bu insonni taniysizlarmi, yo'qmi bilmadim. Bir xil itdan tarqagan harromi, men unitazlarga kallasini tiqib, bu utilkalarga o'tirib yuradigan harromilarga ko'ramiz. 30-40 ming dollarlab podarkalar urib tashyapti. Men endi ko'rganimni sizlarga gapiryapman. Mana shu insonni tanisanglar, shu videoni jo'natib qo'yinglar. Aka, 30-40 ming dollarlab siz podarkalarni urib tashyapsiz, bir o'rni yo'q, bir harromilarga. Tojikistonda bilasiz, nechta qiynalgan nochor oila bor. Shu oilalarga 500 dollardanmi, 1000 dollardanmi berganingizda bir 80 ta oila butun umr sizni duo qilib o'tardi. Tojikistonliklarga hech qanaqa yomonligim yo'q. Shaxsan o'zim o'tgan yili Tojikistonga borib, Regar, Xo'jand, Dushanbe degan shaharlarda bo'lganman. Ko'zim bilan ko'rganman nechta qiynalgan nochor oila bor. Nochor oilalarga ozgina e'tibor berib, ehson qilsangiz, butun O'zbekiston xalqi va Tojikiston xalqi sizdan rozi bo'lardi. Do'stligimiz abadiy bo'lsin. Tojikiston, O'zbekiston, Bapesh. Mana shu videoni o'sha Chinor degan donatorga jo'natib qo'yinglar.